Assalomu alaykum. Mana bay. Shashlikni mana shunaqa siqladik. Mana qarang. Uy. Va siqlagandan so'ng mana tayyorgarlik ishlari ketmoqda. Pishishini qarang. Yo'q, go'shtlarni qarang. Go'sht ham bor-ku, go'sht. Deyapti, go'sht mana shunaqa deyapti. Bormi qarang. Buni hidlash kerak emas. Buni pishgandan keyin mazza qilib yeyish kerak. Piyozlarni to'g'rab. Bu nimani bildiradi? Bu mahallani ahilligini bildiradi. Qo'ni qo'shnilar bilan yurimizni. Lekin ba'zi odamlar bo'ladiki, "Okim mana kadrga olmaydi. Men ko'rmayman." Mana shu odam kadrga tushish kerak. Mana shu odam ko'p mana mehnat sinadi mana shunaqa narsa. Qaysi ma'noda mehnat sinadi? Qo'yi shuni podnoshka berib, so'yib yuboradigan odam mana. Mono odam bo'ladi. Men aytayapman. Naqtirib kameraga olayotgan odam shahzodaga bo'ladi. Ana emas, shahzod. Yo'q, u emas. U o'zidan qo'shni shahzod. Mana. Vay. Qo'ymaysiz. Non olyapman. Nimaga? Kashni ustini qo'yib qo'ysang, voy, mazali bo'ladi. Asl ekan keldi biladilar-da, mana bu shashlik sho'rvachiga go'shtlar bor, shashlik sho'rvachiga go'shtlar. Xullas, shashliklar tayyor bo'lyapti. Lekin mehmonlardan hali ham darak yo'q. Bir kelishyapti. Stol-stullarni tayyorlab qo'yganmiz. Mana stol-stullar desak, kechilar bo'ladi. Stol-stullar tayyor, kimlardir yotibdi. Musulmon olib tashasak, mana bay. Bu reklama endi Kolofantan reklamasimi? Lekin pulni olmagan reklamalar. Kolofantan reklamalar pul olmagan. Hamda qolgani ham bor mana. Qaranglar, bu hali mana bu. Fikimini bo'lib ketadigan narsa-da. Kelinglar. Sizlarga Voy. Hadi şu ketadi-yu. shu meni olga sizib oldi.